avgust oyida pensiya oshdi, lekin qo'shnimga bidaqadan 1000 so'm qo'shildi. Menga esa 95 ming so'm qo'shildi. Nega? Yoki bir odam nogironlik pensiyasi olayapti. Boshqasi yoshga doir pensiya olayapti. Uchinchisi bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida, lekin hammaga har xil summa tushyapti. Bugun men aynan shu savolni juda sodda, lekin batafsil tushuntirib beraman. Nega avgust oyida barcha pensionerlarga bir xil qo'shilmaydi? Kim ko'proq oladi, kim kamroq oladi, kim umuman o'zgarish sezmasligi mumkin? Va eng muhimi, siz o'zingizning hisob kitobingiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini qanday tekshirasiz? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat bugungi pensiya miqdoriga emas, keyingi oylar, qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va oilaviy byudjetga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy raqamlar, hayotiy misollar va amaliy qadamlar orqali tushuntiraman. Avvalo bitta muhim narsani tushunib olaylik. Pensiya oshirilganda odamlar ko'pincha hammaga bir xil pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Masalan, avgustda pensiya oshadi degan xabar chiqsa, ko'pchilik buni har bir pensionerga 200 ming so'mdan qo'shiladi deb qabul qiladi. Aslida esa ko'p holatda pensiya oshish foiz asosida yoki minimal miqdorlar bazaviy ko'rsatkichlar. Pensiya turi va shaxsiy ish stajiga bog'liq holda hisoblanadi. Oldin ham shunday bo'lgan. Kimning pensiyasi yuqoriroq bo'lsa, foizli oshirishda unga qo'shiladigan pul summasi ham ko'proq bo'lgan. Kimning pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, unga boshqa tartibda, ya'ni eng kam pensiya miqdorini belgilash orqali qo'shimcha kafolat berilgan. Hozir ham asosiy mantiq shu: davlat pensiyani bir xil konvert qilib tarqatmaydi. Balki har bir fuqaroning pensiya ishi, staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalari va qonundagi cheklovlarga qarab hisoblaydi. Endi nima o'zgarish shundaki, odamlar pensiya miqdorini avvalgidan ko'proq kuzatyapti. Bank kartaga tushadigan summa, SMS xabar, mobil ilova, plastikdan yechilgan pullar sababli farqlar ko'zga darrov tashlanadi. Avvallari pensioner kassaga borib, umumiy summani olib kelardi. Qo'shnisi bilan solishtirish ham uncha aniq bo'lmasdi. Hozir esa menga 20 ming tushdi, sizga 200 ming tushibdi degan solishtirishlar ko'paydi. Shu yerda savol tug'iladi. Nega bir xil yoshdagi, bir mahallada yashaydigan pensionerlarga ham har xil qo'shiladi? Javob oddiy. Pensiya yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisob kitobi bir xil emas. Ikki odam bir kunda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, ularning ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, imtiyozlari, pensiya turi, qaramog'idagi shaxslar, nogironlik guruhi yoki ustamalari farq qiladi. Shuning uchun avgustdagi qo'shimcha ham bir xil chiqmaydi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi asosiy qoida, agar oshirish foizda bo'lsa, qo'shiladigan summa ham har xil bo'ladi. Masalan, pensiyalar 10% ga oshirildi deb tasavvur qilaylik. Birinchi pensioner 900 ming so'm olayotgan bo'lsa, 10% oshirish 90 ming so'm bo'ladi. Ikkinchi pensioner 1,5 ming so'm olayotgan bo'lsa, 10% oshirish 1 ming so'm bo'ladi. Uchinchi pensioner 2,2 ming so'm olayotgan bo'lsa, 10% oshirish 2,20 ming so'm bo'ladi. Bu yerda hech qanday adolatsizlik yo'q. Chunki foiz bir xil, lekin asosiy pensiya miqdori har xil. Hayotiy misol qilaman. Mahallada ikki opa bor. Halima opa va Saodat opa. Halima opa 35 yil rasmiy ishlagan. Ish haqi ham ko'p yillar davomida nisbatan yuqori bo'lgan. Uning pensiyasi masalan 1,8 ming so'm. Saodat opa esa uzoq vaqt uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan. Keyinroq rasmiy ishlagan, umumiy hisoblangan staji kamroq, pensiyasi 1,1 ming so'm. Avgustda pensiya foizga oshsa, Halima opaga 1,5 ming so'm. Saodat opaga 10 ming so'm qo'shiladi. Ikkalasi ham bir xil foizda oshirilgan, lekin natija har xil. Ikkinchi qoida, pensiya turi muhim. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqalar bir xil narsa emas. Ularning hisoblash formulasi, minimal miqdori, qo'shimcha to'lovlari va tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, u ham pensioner. Demak, bir xil qo'shilish kerak degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Masalan, bir kishi yoshga doir mehnat pensiyasi oladi. Uning staji to'liq, oyliklari rasmiy bo'lgan, pensiyasi ancha yaxshi. Ikkinchi kishi nogironlik pensiyasi oladi. Unga nogironlik guruhi, mehnatga layoqat darajasi, ish staji va qonundagi alohida normalar bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Uchinchi oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi.
Bu yerda pul bitta odamga emas, ba'zan bir nechta qaramog'idagi shaxsga bog'liq bo'ladi. Bularning barchasiga avgustda hammaga bir xil qo'shilsin deb yondashib bo'lmaydi. 3-qo'yda. Minimal pensiya va eng kam to'lovlar alohida ahamiyatga ega. Ba'zi pensionerlarning pensiyasi hisob-kitob bo'yicha juda past chiqishi mumkin, lekin qonunda belgilangan eng kam miqdordan past bo'lmasligi uchun unga yetkazib beriladi. Shu sababli avgustdagi oshirishda ayrim odamlar katta farq sezishi, ayrimlar esa kamroq farq sezishi mumkin. Misol, Akmal aka hisob-kitob bo'yicha 220 ming so'm pensiya olish kerak. Lekin davlat eng kam miqdorini 900 ming so'm qilib belgilagan bo'lsa, Akmal akaning to'lovi 900 mingga yetkaziladi. Keyin avgustda eng kam miqdor 980 mingga oshirilsa, Akmal akaga 80 ming qo'shilgandek ko'rinadi. Lekin boshqa pensioner, masalan, 1 million 600 ming so'm oladigan odam foizni oshirish sabab 1.6 ming qo'shimcha olishi mumkin. Natijada Akmal aka nega menga kam qo'shildi deb o'ylaydi. Ammo uning pensiyasi minimal kafolat orqali boshqacha mexanizmda ushlab turilgan bo'lishi mumkin. 4-qo'yda ishlayotgan pensionerlar masalasiga alohida qarash kerak. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlashda davom etadi. Ularning ish staji ko'payadi, daromadlari qayd etiladi. Ayrim holatlarda qayta hisoblash yoki qo'shimcha hisob-kitob uchun asos paydo bo'ladi. Lekin bu ham avtomatik tarzda hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdir rasmiy ishlagan, kimdir norasmiy ishlagan, kimdir yarim stavkada ishlagan, kimdir mehnat shartnomasiz ishlagan. Pensiya tizimi esa asosan rasmiy hujjatlarga qaraydi. Masalan, Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin ham 2 yil maktabda qorovul bo'lib rasmiy ishladi. Ish beruvchi u uchun tegishli ma'lumotlarni topshirdi, ish haqi rasmiy ko'rsatildi. Keyin qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan Karim aka ham ishladi, lekin u ustachilik qildi, daromadi yaxshi bo'ldi, ammo rasmiy shartnoma bo'lmadi. Pensiya jamg'armasi Karim akaning og'zaki men ishladim degan gapiga qarab pensiyani oshira olmaydi. Hujjat bo'lmasa, hisob-kitobga kiritish qiyin. 5-qo'yda qo'shimcha ustamalar ham umumiy summani o'zgartiradi. Ayrim pensionerlarda urush qatnashchilari, front orti mehnatkashlari, nogironlik guruhi, yolg'iz keksalik, parvarishga muhtojlik, alohida xizmatlar yoki boshqa qonuniy asoslar bo'yicha ustamalar bo'lishi mumkin. Pensiya oshirilganda ba'zan asosiy pensiya oshadi, ba'zan ustama ham o'zgaradi. Ba'zan esa ayrim ustama belgilangan qat'iy summada qoladi. Shu sababli kartaga tushgan yakuniy summa bir-biridan farq qiladi. Masalan, Nazira opa oddiy yoshga doir pensiya oladi, unga faqat asosiy pensiya to'lanadi. Dilbar opa esa yoshga doir pensiyadan tashqari parvarish yoki boshqa turdagi qo'shimcha to'lovga ega bo'lishi mumkin. Agar avgustdagi o'zgarish faqat asosiy pensiyaga taalluqli bo'lsa, ustama alohida qolishi mumkin. Agar qaror bilan ayrim ustamalar ham oshirilsa, unda boshqa hisob chiqadi. Odamlar esa yakuniy tushgan summani ko'rib, nima uchun farq bor deydi. Kim xavotir olishi kerak? Men bunday deyman. Agar sizga avgustda umuman qo'shimcha tushmagan bo'lsa, yoki qo'shilgan pul rasmiy e'lon qilingan foiz yoki miqdoriga nisbatan juda tushunarsiz ko'rinsa, albatta tekshirish kerak. Agar siz yaqinda hujjat topshirgan bo'lsangiz, pensiya turi o'zgargan bo'lsa, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tgan bo'lsa, ish staji bo'yicha yangi ma'lumot olib borgan bo'lsangiz yoki bank kartangizda ushlanmalar bo'lsa, tekshirish yanada muhim. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz oshgan, lekin qo'shningiznikidan kamroq qo'shilgan bo'lsa, bu darrov xato degani emas. Avval siz o'z pensiya miqdoringiz, turini, ustamalarni va foizni alohida hisoblab ko'rishingiz kerak. Solishtirishni qo'shni bilan emas, o'z hujjatingiz va rasmiy hisob-kitob bilan qiling. Eng katta xato shuki, odamlar bir-birining kartaga tushgan puliga qarab xulosa qiladi. Kartaga tushgan summa ichida qarzdorlik ushlanmasi, aliment, kredit, plastikdagi avtomatik yechim, oldingi oy qoldig'i, kompensatsiya yoki kechikkan to'lov ham bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p chalkashlik keltiradigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, oshirish sanasi va to'lov sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Qarorda yoki xabarda 1 avgustdan oshiriladi. Lekin odam pulni 5 avgust, 10 avgust yoki 15 avgust kuni olishi mumkin. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Chunki banklar to'lov grafiklari, hududlar va texnik jarayonlar bor. Muhimi, hisob-kitob qaysi sanadan boshlab qilinganidir. Agar oshirish 1 avgustdan kuchga kirgan bo'lsa, keyinroq tushgan pulda shu davr inobatga olinishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Ba'zan birinchi oyda to'lov aralash ko'rinishda tushadi.
Masalan, avgustning o'zida eski miqdor bo'yicha qisman to'lov ketib qolgan, keyin farq alohida qo'shimcha qilib berilgan bo'lishi mumkin. Pensioner esa bitta SMS'ni ko'radi va menga kam tushdi deydi. Aslida keyin yana qo'shimcha SMS kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank ilovasidan bir oylik kirim tarixini tekshiring. Faqat bitta xabarga qarab xulosa qilmang. Uchinchi nozik jihat, pensiya bilan nafaqa aralashib ketadi. Hammaning og'zida pensiya so'zi ishlatiladi, lekin huquqiy tomondan bu har doim ham pensiya emas. Ba'zi odamlar yoshga doir pensiya oladi, ba'zilar ijtimoiy nafaqa oladi. Ba'zilar boquvchisini yo'qotganlik to'lov oladi, ba'zilari nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Oshirish qarorida qaysi toifalar ko'rsatilganiga qarab miqdor farqlanadi. Shuning uchun men ham pensionerman deb umumlashtirish noto'g'ri bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu juda muhim masala. Ayniqsa eski yillarda ishlaganlar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlari, arxivga topshirilgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlarda ishlaganlar ko'pincha staj hujjatlarida muammoga duch keladi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi mumkin, lekin muhr aniq emas, buyruq raqami yo'q, tashkilot tugatilgan, arxiv ma'lumot topolmayapti. Bunday holatda pensiya kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Avgustdagi foizli oshirish ham pastroq summadan hisoblanadi. Masalan, bir ayol 12 yil tikuv fabrikasida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida 2 yilning yozuvi tushunarsiz. Pensiya tayinlanganda o'sha 2 yil to'liq inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Natijada uning asosiy pensiyasi pastroq chiqadi. Keyin avgustda foizli oshirish kelganda ham pastroq asosdan qo'shiladi. Agar u keyin arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot olib kelsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun faqat avgustda kam qo'shildi deb emas, butun pensiya ishining to'g'ri yuritilganini tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Rasmiy ish haqi bilan real qo'lga olingan pul farq qilgan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik men 30 yil ishlaganman deydi. Bu juda muhim, lekin pensiya hisobida faqat yil soni emas, rasmiy daromad ham ahamiyatli. Agar odam oylikning bir qismini rasmiy, bir qismini norasmiy olgan bo'lsa, pensiya tizimi faqat hujjatda ko'rsatilgan rasmiy qismini ko'radi. Shu sababli ikki odam bir xil 30 yil ishlagan bo'lsa ham pensiyasi farq qilishi mumkin. 6-nozik jihat, qarzdorlik va ushlanmalar. Ba'zi pensionerlar kartaga tushgan summaga qarab pensiya kamaydi yoki kam oshdi deb o'ylaydi. Lekin kartada avtomatik kredit to'lovi, sud qarori bo'yicha ushlanma, aliment, kommunal to'lovga bog'langan yechim yoki bank xizmati bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bir summa o'tkazgan bank yoki boshqa tashkilot ma'lum qismini ushlab qolgan bo'lishi ehtimoli bor. Buni aniqlash uchun menga qancha pensiya hisoblangan degan savolni kartaga qancha qoldi degan savoldan ajratish kerak. 7-nozik jihat, yangi pensiyaga chiqqanlar va eski pensionerlar o'rtasidagi farq. Yangi pensiyaga chiqqan odamning pensiyasi yangi hujjatlar, yangi hisoblash davrlari va zamonaviy ma'lumotlar asosida tayinlanadi. Eski pensionerning hujjatlari esa oldingi tartiblar bo'yicha shakllangan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda qayta hisoblash uchun alohida ariza yoki asos kerak bo'ladi. Shuning uchun bir xil kasbda ishlagan ikki odam turli yillarda pensiyaga chiqqan bo'lsa, ularning pensiyasi va avgustdagi qo'shimchasi ham farq qilishi mumkin. 8-nozik jihat. Oilada bir nechta oluvchi bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik to'lovida ulushlar farqlanishi mumkin. Masalan, vafot etgan boquvchining qaramog'ida 2 nafar farzand bo'lsa, bitta hisob chiqadi. 3 nafar bo'lsa, boshqa hisob chiqadi. Farzandlardan biri 15 yoshga to'lsa, o'qishda davom etishi yoki etmasligiga qarab to'lov o'zgarishi mumkin. Avgustdagi oshirish esa mavjud huquqiy holatga qarab qo'llanadi. Bu yerda ham hammaga bir xil degan tamoyil ishlamaydi. 9-nozik jihat, nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya ham o'zgaradi. Bir odam avval 2 guruh nogironlik pensiyasi olgan. Keyin qayta tibbiy ko'rikda guruhi o'zgargan yoki muddat uzaytirilgan bo'lishi mumkin. Hujjatlar kechikkan bo'lsa, to'lovda vaqtincha uzilish yoki farq paydo bo'ladi. Avgustdagi oshirish ham aynan o'sha vaqtdagi amaldagi maqom bo'yicha hisoblanadi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha oluvchilar tibbiy ma'lumotnoma muddatlarini juda ehtiyotkorlik bilan kuzatishi kerak. 10-nozik jihat. Ayrim qo'shimcha to'lovlar pensiyaga doimiy qo'shilmaydi. Ba'zan bayram puli, kompensatsiya, bir martalik yordam, hududiy yordam yoki mahalla orqali beriladigan ijtimoiy ko'mak pensiya bilan bir kunda kartaga tushadi. Odamlar uni pensiya oshishi deb o'ylab qoladi. Keyingi oy u pul tushmasa pensiyam kamayib qoldi deydi.
Aslida bu doimiy pensiya emas, bir martalik to'lov bo'lgan. Shuning uchun har bir kirimning nomini, manbasini va maqsadini tekshirish kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlar bo'yicha tushuntiraman. Birinchi qadam, avgustdan oldingi pensiya miqdorini yozib oling. Masalan, iyul oyida kartangizga qancha tushgani bank ilovasidan yoki SMSlardan ko'ring. Agar naqd olsangiz, kvitansiya yoki to'lov daftaridagi summani toping. Bu sizning boshlang'ich nuqtangiz bo'ladi. Ikkinchi qadam. Avgust oyida tushgan barcha kirimlarni alohida ko'rib chiqing. Faqat bitta SMSga qarab xulosa qilmang. Bank ilovasida avgust oyining boshidan oxirigacha kirimlar ro'yxatini oching. Pensiya, qo'shimcha to'lov, farq, kompensatsiya, nafaqa kabi yozuvlar bo'lishi mumkin. Ba'zan pensiya 2 bo'lib tushadi. Asosiy qismi alohida, oshirish farqi alohida. Uchinchi qadam, rasmiy oshirish qanday belgilanganini tekshiring. Foizmi? Aniq summami? Minimal miqdormi? Yoki ayrim toifalar uchun alohida tartibmi? Agar foiz bo'lsa, eski pensiyangizni o'sha foizga ko'paytirib taxminiy qo'shimchani hisoblang. Masalan, eski pensiya 20-300 ming so'm bo'lsa, oshirish 10% bo'lsa, taxminiy qo'shimcha 1.30 ming so'm bo'ladi. Lekin ustamalar, ushlanmalar va minimal kafolatlarni ham unutmaslik kerak. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Borayotganingizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tegishli guvohnomalar va farzandlarning hujjatlarini olib boring. Siz og'zaki emas, yozma tartibda mening pensiyam avgust oyidan keyin qanday hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qilsangiz, javob aniqroq bo'ladi. 5-qadam, yozma arizada 3 ta narsani so'rang. Birinchisi, pensiyaning asosiy miqdori qancha? Ikkinchisi, avgustdagi oshirish qaysi norma yoki qaror asosida hisoblangan? Uchinchisi, ustamalar va ushlanmalar alohida ko'rsatilganmi? Agar siz faqat nega kam desangiz, umumiy javob olishingiz mumkin. Agar aniq savol bersangiz, aniq jadval yoki izoh olish ehtimoli yuqori bo'ladi. 6-qadam. Staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Agar sizda eski ish joylari bo'yicha hujjatlar yetishmasa, arxivga murojaat qiling. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, oylik ma'lumotlari, harbiy xizmat, dekret davri, parvarish davri kabi holatlar pensiya ishiga to'g'ri kiritilganini tekshiring. Ba'zan bitta yil ham farq qiladi. Ayniqsa minimal staj chegaralarida turgan odamlar uchun. 7-qadam, agar bank ushlanmasi bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, bankdan ham ma'lumot oling. Pensiya jamg'armasi biz falon summa o'tkazdik deydi, lekin kartaga kam qolgan bo'lishi mumkin. Bankdan hisob varaq aylanmasini so'rang. U yerda kredit yechimi, komissiya, sud ijrochisi bo'yicha ushlanma, avtomatik to'lov bo'lsa ko'rinadi. Shundan keyin muammo pensiya hisobida emas, bank yoki qarzdorlik masalasida ekanini bilasiz. 8-qadam, agar javobdan rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat darajasi, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki onlayn murojaat portallari orqali ariza qoldirish mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Iyul oyida falon summa oldim, avgust oyida falon summa tushdi. Rasmiy oshirish bo'yicha hisob kitobni taqdim etishingizni so'rayman. Pensiya ishimda falon yillardagi staj kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Bunday ariza ko'proq natija beradi. 9-qadam. Qo'shni yoki tanishlar bilan solishtirganda ehtiyot bo'ling. Men buni alohida aytaman, chunki ko'p tushunmovchiliklar aynan shundan boshlanadi. Sizning qo'shningiz 2 million olsa, bu siz ham 2 million olishingiz kerak degani emas. U boshqa ishda ishlagan, boshqa oylik olgan, boshqa stajga ega, boshqa ustamasi bor bo'lishi mumkin. Solishtirish foydali bo'lishi mumkin, lekin xulosa chiqarish uchun asos emas. Asos faqat sizning pensiya ishingiz va qonuniy hisob-kitob. 10-qadam, har oy pensiya tushumini yozib boring. Oddiy daftar tuting yoki telefoningizda qayd qiling. Oy, tushgan summa, qo'shimcha to'lov, ushlanma, izoh. 3-4 oy o'tgach, siz o'zingizdagi o'zgarishlarni aniq ko'rasiz. Bu kelajakda murojaat qilganda ham juda foydali bo'ladi. Demak, avgust oyida barcha pensionerlarga bir xil qo'shilmasligining asosiy sabablari shular. Pensiya miqdori har xil, oshirish ko'pincha foiz asosida bo'ladi. Pensiya turi farq qiladi. Minimal kafolatlar alohida ishlaydi.
Staj va rasmiy ish haqi har kimda boshqa. Ustamalar va ushlanmalar yakuniy summaga ta'sir qiladi. Shuning uchun kartaga tushgan pulni qo'shningizniki bilan solishtirib darrov xafa bo'lmang. Avvalo o'z hisob kitobingizni tekshiring. Men sizga tavsiya qilaman. Iyul va avgustdagi tushumlarni solishtiring. Barcha kirimlarni bank ilovasidan ko'ring. Pensiya jamg'armasidan yozma izoh so'rang. Staj va arxiv hujjatlarini tekshiring. Agar kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga aniq faktlar bilan murojaat qiling. Shunda siz menga kam qo'shildi degan shubhani aniq javobga aylantirasiz. Agar sizda ham avgust oyida pensiya boshqalarnikidan kamroq yoki ko'proq qo'shilgan bo'lsa, izohlarda yozing. Eski pensiyangiz qancha edi? Avgustda qancha bo'ldi? Qaysi toifadagi pensiya olasiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya masalasida qiynalayotgan tanishlaringizga yuboring. Bu ma'lumot ko'pchilikka pulini to'g'ri tekshirishda yordam beradi.